Uy bekalarini daromad olib keladigan, ham arzon, ham sotuvi chaqqan, hamda mazali bo'lgan, trenddan tushmaydigan trifle retseptini o'rganamiz. Idishimizga tuxum, shakar, yog', suv solamizdan mikserlaymiz. Keyin un, kakao razrexlitga solib, yana vinchik bilan aralashtiramiz va qalbimizga yog'langan qalbimizga solib, duxovkada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Ungacha qaymoqimizni tayyorlab olamiz. Yarım litr qaymoqimizga 1,5 stakan shakar soldim va quyilincha mikserlab olamiz. Duxovkada tayyor bo'lgan biskvitimizni olib, bo'laklarga bo'lib, blender bilan ovib olamiz va o'zingiz xohlagan nechta razmerdagi idish bo'lsa, shularga solib olasiz. Men kichkina idishlardan foydalandim. Arzon, tez sotilib ketishi uchun propitka etib, ustidan banan, istagan mevalaringizni qo'yasiz. Tayyor kremimizni chiqarib ustidan takizlaymiz va ganash tayyorlab olamiz. Buning uchun suvli idishda shkolatimizni solib, yog' solib, sut solib, gazda aritib olamiz. Ganashimiz sal sovuqroq bo'lishi kerak, sovigandan keyin solamiz. Ustlarini xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Men fistashka urvoqlarini sepdim.